Davom etamiz. Ayni kunlarda yurtimizda Jahon ilm-fan maydoni uchun muhim tarix yozilmoqda. Ya'ni O'zbekistonda ilk bor dunyoning 96 mamlakati vakillari 58-xalqaro kimyo olimpiadasi sinovlarida saralanmoqda. Bugun mazkur bilimlar bahsining dastlabki imtihonlari o'tkazilib, unda yosh kimyogarlar laboratoriya mashg'ulotlari orqali sinovdan o'tkazilyapti. Jarayonlarni bevosita kuzatib borayotgan muxbirimiz Muxlisa Abdujalilova esa bizga jonli efir orqali bog'lanishga tayyor. Muxlisa, marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum, rahmat studiya. Ayni paytda biz poytaxtimizdagi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti kimyo fakultetidamiz va bugun bu manzil ham tarixiy voqelikning bir qismiga aylangan. Negaki ICO 2026 Xalqaro kimyo olimpiadasining 58-mavsumi aynan mana shu manzilda amaliy mashg'ulotlar tarzida o'tkazilmoqda. O'zi ICOning an'anaviy tartibiga ko'ra ushbu imtihonlar ikki bosqichda, ya'ni avval amaliy mashg'ulotlar, keyin nazariy sinovlar tarzida o'tkaziladi. Bugun birinchi bosqich imtihonlari boshlangan va ushbu jarayonlar haqida batafsil ma'lumot berish uchun bizning suhbatdoshimiz bor. Fan olimpiadalari markazi direktori To'raboy Shermatov, assalomu alaykum. Avvalo mana shunday xalqaro tadbirga mezbonlik qilayotganlik mas'uliyati bilan tabriklaymiz va jarayonlar, tayyorgarlik jarayonlari qanaqa kechdi, shu haqida bizga ma'lumot bersangiz. Mazkur olimpiada tarixiy kimyo sohasidagi eng nufuzli olimpiada bo'lib, O'zbekistonda balki Markaziy Osiyoda ilk marta O'zbekistonda tashkil etilyapti. Bu ham aynan yurtimizdagi ta'lim tizimiga bildirilgan ishonch juda bir katta yuksak baho sifatida berilyapti va mana shu mas'uliyatni his qilgan holatda biz aynan mazkur olimpiadani yuqori darajada tashkil etish bo'yicha ilmiy qo'mita shakllantirildi. Ilmiy qo'mita a'zolari sifatida o'zimizning mamlakatimizda eng ko'zga ko'ringan yuqori malakali professor, ustozlar, sobiq olimpiadachilar, shu bilan birga xorijiy ekspertlar ham jalb etildi. Ana endi pavilyonni tayyorlash jarayonlari qanday kechdi? Ya'ni nechta xonada, qay tarzda jarayonlar kechyapti? Biz hozircha ichkariga kira olmadik, lekin sizni xabaringiz bor. Mazkur olimpiadani eng muhim qismi bu laboratoriya bosqichi va hammani hayajonlantiradigan, hammani qo'rquvga soladigan qism va mazkur olimpiadani laboratoriya bosqichini yuqori darajada o'tkazish uchun aynan yurtimizdagi eng yoshi katta tarixiy ilmiy potensiali inkor bo'lgan O'zbekiston Milliy universiteti tanlandi va mazkur O'zbekiston Milliy universitetining kimyo fakulteti qaytadan tug'ildi, qaytadan rekonstruksiya qilindi va mazkur olimpiada doirasida 33 ta laboratoriya xonalari jahon standartlariga mos ravishda jihozlandi va laboratoriyani bosqichi oldidan mentorlarni tashrifi davomida aynan ular o'zini o'quvchilarini joylashayotgan joylari bilan tanishganda aynan ularning baholari juda yuqori darajada bo'ldi. Ayrim ekspertlarning fikricha biz bunaqa darajadagi olimpiadani sog'ingandik degan fikrlarni aytishyapti. Bu aynan yurtimizdagi mazkur olimpiadaga bo'lgan talab. Albatta. Ana endi jarayonlar qanchalik shaffof o'tyapti degan savol ham yuzaga keladi va biz bu yerda monitorni ko'ryapmiz. Jarayonlar 100% shaffof o'tkazilyapti va butun jarayonlarda asosan onlayn ravishda translyatsiya qilinyapti. Shu bilan birgalikda har bitta laboratoriya xonasida laboratoriya jarayonlarini kuzatuvchi mahalliy xorijiy ekspertlar joylashtirilgan. Biz yana to'liq tafsilotlarni dasturimizning 18:00dagi sonida e'tiboringizga havola etamiz. Aytish kerak, mazkur olimpiada dunyo tan olgan 5 ta bilimlar bahsining biri va unga ilk bor O'zbekiston mezbonlik qilyapti. Bizda hozircha shular edi. Rahmat studiya. Muxlisa, ma'lumotlar uchun rahmat. Biz esa davom etamiz.